Hozir endi bizga bitta gulni o'tkazib ko'rsatib bermoqchimisiz? Ha, shu gulni fikusli ratani o'tkazib ko'rmoqchimiz. Birinchi mana bunaqasini olib tashlaymiz, turpog'ini, paketini. Bu transportda bo'ldi, kerak emas. Bu aravachasi bizga. Tenga tosh solasizmi siz ham? Ha, keramzit. Bu nimaga bu? Suv qolib ketmasligi uchun turpog'iga. Keramzit emas, ani poke deyishadi-yu, oq. O'shalardan ham Agar solsa bo'ladimi? keramzit tosh bo'lmasa, poke ham solish mumkin. Bo'ladi. Oddiy tosh ham bo'laveradi. Bo'laveradi, lekin issiq suvga chayib olish kerak. Nimani chayib olish kerak? Toshni. Har xil o'sha zararkunandalar yoki mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Bu perlit havo aylanishini yaxshi qiladi. Nimada bu? Havo aylanishini, perlit. Sotiladi bular? Ha, albatta sotiladi. Bu anaqamda substratimda koko chips, ya'ni shu kokosovый chips deyiladi. Bozorlarda bor va o'tga torf, universalniy torf qo'shilgan. Mana shunaqa yengil turpoq bo'lishi kerak. Hozirgi do'konlarimizda sotilayotgan hamma gulga to'g'ri keladigan grunt bu. Chunki bu chet eldan kelayotgan gullar hammasini bundoq tuvagini ko'tarsangiz juda yengil bo'ladi. Bu degani mana shunaqa yengil turpoqga kelgan. Men u rastamoshka bo'layotganda yengil bo'lishi uchun deb o'yladim. Yo'q, bu shunaqa sharoitga o'rgangan bo'ladi. Shuhrat hamma narsadan pulni hisoblaysiz. Bu yaxshi odat lekin. Erkak kishi nima deydi? Pul savodxonligi yaxshi bo'lishi kerak finansi. Mana shunaqa to'ldiramiz. Lekin o'zi rosa yoqimli jarayon-a, shu gullarni parvarish qilish. Bitta muzikani qo'yib qo'yib, asablar tinchlanadi, xayolingizdan faqat yaxshi narsalar o'tadi. Ba'zan shunaqa o'zim kuzataman, gullarga parvarishni boshlasam, miyamda hech narsa aylanmaydi ham. To'xtab qoladi. Chunki jarayoni o'zi yoqimli. Albatta. Polizdek lolalar ochildimi, Barno? Ochilib, tugab bo'ldi. Ularni endi ko'lab olish mavsumi yaqinlashdi. Ko'lab olasizmi lolalarni? Orada bunaqa silkitib qo'yamiz, urib, joy-joyiga tushib olishi uchun. Yana joyi ochiladi, yana sovuriladi. Endi ko'pchilik gul ekayotganda mana solgandan keyin bitta suv quyib, keyin turpog'ini tashlaydi. Boshqacha ekanda. Ha, bu turpog'iga qarash kerak. Agar turpoq ekilayotganida nam bo'lmasa, o'shanda ham men keyingi kuni quyaman. Sal ko'proq solib qo'ymadingizmi tagiga? Ko'tarilib qoldi-yu, qanaqa qilib sug'orasiz? Suv quyganda yana pasayadi-yu. Da. Bu yana cho'kadi bu, chunki yengil turpoq-ku bu. Bu cho'kadi. Cho'kadi hozir. Va yana o'zini joyiga tushib oladi.